Anor po'chog'ini tashlab yubormasdan quyoshda quritib olib qo'ysangiz, u juda ham ko'p foydali xususiyatlarga ega. Oshqozon va ichakda yara hamda erroziyalar paydo bo'lganda, milk, til va tomoq kasalliklarida, og'iz bo'shlig'i va tomoqni chayish uchun, teri yaralarida kuygan joylarni yaxshi bitmay, yiring paydo bo'lganida, immunitetni oshirish uchun, tez shamollaganda, ichak infeksiyalarida, vitamin yetishmovchiligi yoki kamqonlikda umumiy holatni yaxshilash uchun, hayzni qon ketishga moyil turlarida, ko'rish qobiliyati yoki asab tizimi buzilganida bu anor po'chog'i judayam katta foyda beradi. Anor po'stlog'ini qaynatib ichsa, klimaks vaqtida yordam beradi. Anor po'chog'ini choy qilib ichsangiz, asabni tinchlantirib, uni qaynatib suvga cho'milsangiz, teri kasalliklariga juda ham foydali. Teringizni juda mustahkam, tarang qiladi. Yog'li yuzlar uchun anor po'chog'ini zaytun yog'ida qovurib, sovuq joyda saqlab, niqob qilsangiz, yuz juda tez tiniqlashadi. Haftada 2 marta suring. Anor po'chog'ini qaynatib ichsangiz, ich ketishini oldini oladi. Qavziyati borlarga anor po'chog'ini qaynatib ichish aslo va aslo mumkin emas. Anor po'chog'i quritilgan holati, xohlagan vaqtingiz foydalansangiz bo'ladi. Unga hech narsa qilmaydi. 2-3 yil tursa ham bo'laveradi. Bugungi foydali maslahatlarim mana shulardan iborat. Azizlarim, men bilan qolib, menga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa gaplar azizlarim. Sog' salomat bo'linglar. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hammalaring Allohimga omonatsizlar.